Navbatda ko'rinib jarayonimiz Andijon tumani Urug'zor mahallasiga avtomatika darvozamiz hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Avtomatikamiz bo'yi 3 metrga, eni 3,5 bo'lgan. Kaltkamiz bo'yiga 3, eniga 1,10 bo'lgan. Ya'ni jarayonimiz bitta. Akamizga pultini topshirish jarayonidamiz. Aka, qullug' bo'lsin. Rahmat. Shu bizni kuzatayotganlarga ikki og'iz fikringiz. Shu Namangandagi Shukurli avtomatikachi bolalar ustalariga zakaz qilgandik. Tezlashtirib, tez kunlarda qilib berishdi. Juda ham sifatli. Hammaga tavsiya beramiz. Juda ham yoqdi, ma'qul bizga. Rahmat katta sizlarga. Qullug' bo'lsin aka. Rozi bo'linglar. Sog' bo'ling aka. Bunga shunaqangi sifatli avtomatika darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumot telefonda berib o'tamiz.